Ассалому алайкум бинандагони азиз, дар навор барномаи навбати Кишоварз имрӯз мо дар маҳаллаи Лембур қарор дорем ва барои рӯшана андохтан ба замини рӯи ҳавлӣ ба инҷо бо раиси нуронии ноҳия ва раҳбари хизмати матбуоти девони ҳокимияти ноҳия Амарҷон Ҷӯреев ба инҷо ташриф омадем ва дар инҷо мо ҷонишини раис оид ба корҳои занҳо Аи Равзахонро дидем. Аи Равзахон, ассалому алайкум. Мана шумо нафақат ҷонишини раис оид ба корҳои занҳо ҳамчун депутати кенгаши ноҳия ҳастед. Имрӯз аз замин истифода бурдан, аз замини ҳавлӣ, аз томарқа истифода бурдан дар ин маҳал, дар ҳудуд чӣ хел аст? Ва моро ба кадом хонадонҳо бурдана ҳастед? Ба ҳамин хонадонҳои нағз меҳнат кардагӣ, ҳама хонадонҳо нағз меҳнат мекунанд. Ягонта томарқанда киштикор накардагӣ замини бекор нест. Ҳама киштикораша шидагӣ. Пашти ҳозир рафта мана дар омада мебинтон ман ҳамин деҳқони Равшанҷона хонадонаш ба ҳозир медароим бо диринго шидагӣ ҳозир ҳамин истифода бурда 1 килоша 10,000 ва халқа мо таъмин карда расонда досодиян истеъмол карсои. Натиҷаи чӣ мегӯяд? ҳамин мана Равшанҷон имрӯз дар гармхонааш бодрик сабзода фурӯхта истодааст. Натиҷаи чӣ ҳамин? Натиҷаи чӣ? Натиҷаи меҳнат. Меҳнати Равшанҷон. Меҳнати Равшанҷон. Дуруст аз имрӯза сиёсат оқилона дуруст хулоса карданаш. Ҳамин хел немая? боз дар ҳамин хел хонадонҳо ҳастми дар ҳудуди шумо? Картишкаҳо гул кардагӣ ҳозир мебарем, сабзиҳо биромадагӣ анамақа ҳозир рафта гувоҳ мештом мебинем ба чишмотон кати ягонта хонадони киштикор накардагӣ нест. Ҳама аҳолӣ киштикор кардагӣ мана бо як қатор дида мебироетон худотон ба чишмотон кати хонадонҳои умуман аз томарқа истифода бурдага ҳастами бепарво лоқайд нест. Ин хеле худо шукр ҳамаҳошон меҳнаткаш, меҳнатсевар халқ. Ягонта ҳамин президентомоя парказашона фармоиши президентомоя иҷро накарда намундиян. Ҳама 100% иҷро карсодиян. Мана шароито нағз, шароито муҳайё. Ман дукони сайёро дист додам дар ҳудуди шумо. Дукони сайёра ман бо як чанд вайҳо кати тадбиркоро кати мулоқот карда мана аз қалачаи қишлоқаш Матлубахон гуфтаги як тадбиркор ҳаян ва ё мошинашон кати оварда қариб 400 халта орда оварда бо ҳамин халқи Лембур 7 кӯча бошад, 7 кӯча ва фурӯхтем рӯған, совун, орда дода ҳамаша ба ҳамин озиқ авқотҳо таъмин кардем. муаммоҳо чӣ дар ҳудуди Лембур? муаммо нест, худо ва 100,000 бор шукр. ҳама ҷо мо ҷобаҷо, ҳама ҷоҳо нағз, шароито нағз. худо холаса ҳамин коронавирусо биромада гирим мо мазакара ҳаёт ба сар мебарем. эътибор дар кӯча бенуқоб гаштан, бемақсад гаштан дар кӯча одамон вохурсиянме? Не, мо ҳар рӯз тағрибот карсодим. мана радиоил кати абед як бор, саҳар як бор, бегонӣ намошоманда як бор огоҳ дода ба радио як чет хабар досодим. вай патронажоя касалмандои ҳамон хонада хомерафтагоҳоя назорат карда ба патронажо врач кати аз ҳоли аҳволи калонсоло, аз ҳоли аҳволи калонсоло касалмандо ҳамиҳоя рафта аҳолишон хабар гирифта кӯмак дода омасодием. маъмо нест, ҳама миннатдор. як дута тадбиркоро буд вайҳо қамбаров Равшанҷон будан ва ёям як гӯспанди калона кишта гуфтан ки ая камтаминатон ҳайми ҳавайҳоя як қатор дида бироем. гуфтан 40 та маскаи худам гирифтам, 40 кило гӯшти гӯспанда гирифта камтамин ба оилаҳои камтамин камбағал аз рӯи адолат кексалар ҳаминҳоя як қатор дида 1 килоги гӯшти гӯспанд кати яктаги маска кати дида аҳволашон хабар гирифта баромадем ҳамаҳо мо. мана як қатор ҳозир муаммо нест. мана кӯчаҳоям бинед ягонта бемаскаям нест, ягонта одами ҳамту гаштагиам нест. ҳама ҷо ҷобаҷо коро нағз барафсодааст. ба куҷо медарем ҳозир? ба кадом хонадон? ҳозир ба деҳқони Равшанҷона хонаш ба медарем.
وای های من روحای حولشون کشتکور شدگی من بادرینگو شدگی من خلقم و تامین کرده دوستودیان همین شرافتی مهنت دیه روشن جان از صدق دل مهنت کرسوس همین بر رحمت میگوییم مهو البته مهنت کردگی آدم هیچ وقت کمی نمیبیند من همه خرسند اینه دیده من انا همین درجند آوردنم این مهنتی آسان کتی نمیشود همدیاران عزیز من چون دیده استادیت امروز در گرمخانه که یک نفر تدبیرکار از دهه لیمبور رفشنجان بادرین کوچت کرده است من در حالت الکی فروختنه هست من همدیاران اگر نظر اندازت بادرینگی که در این گرمخانه هست لایق تعریف و توصیف بهیده شب در تلویزیون سوخم و گپ نزدیم اگر هر یک انسان از سخت دل مهنت کند از خدا حلال استاده حلال طلب کند دیگر با مقصدش البته میرسد چون که مادر زمین این هر چقدر به زمین اعتبار دهیم همان قدر زمین به ما اینام خودش را هدیه میکند تحفه میکند بنابراین من کوچت هایی که دیده استادید همدیاران این با فکرم قلمفور کوچت قلمفور من الکی قلمفورها انداخته است من گل کردگی من همدیاران گل کردگی در عرفه امروز پگاه کلان شدنی من هم صحبت من رفشن جان سلام علیکم رفشن سلام علیکم خوش آمدید من در یک مید یک گرمخانه البته من ترماس تشکیل کرده شدگی حالت خیلی خوب بادرینگ من در عرفه حتی من فروخت دیدم جای قیچی رو دیدم چون که در من هم گرمخانه هست من فروختید چند دانه کوچت کرده شما 450 دانه کوچت 450 دانه کوچت کرده چند پول کوچت خرید کرده یک دانه 1 میلیون 1200 سوم از آلترق آورده از آلترق آورده خب چند پول نه همش شده 450,000 500,000 560,000 اکنون امروز چقدر بادرین کنده فروخته یک به مقدار یک 50-60 کیلو فروختیم 50-60 کیلو فروخته 10,000 سوم 10,000 سوم 50 کیلوتن 500,000 سوم 60 کیلو 600,000 سوم اکنون حال این بادرینگ 2 متر این بادرینگ ارزو به فکرم نه بادرینگ نواش نامش زیسمانه نوای گیبریدیم ارزونه این حاضر 2 متر زیاد با تار برآمده با عاقب میگردد همین خیلی می من دیده استادم در بادرینگ برگهاش یگان داغ نیست کسله نیست لای چشم نرسد خدا از چشم نگه دارد از بلای قضا خدا بگن که موی سفیدون نگه دارد من پیچانده این اگر 2 متر برآمده فرود اگر هر یک نوع بادرینگ من بینید به همدیاران اگر این رو اگه شمریم اگر چشم میرسد اگر هر یک این بادرینگ 2 متر شده از 2 متر 10 کیلوگرم بادرینگ گرفت اگر از 450 دانه کوچه چقدر میشه 4.5 تونه بادرینگ میگیرد مونت 5000 گرفت من نرخ کوچه رو برآوردید 5000 فروشیدن 4.5 تونه تون چقدر میشه 20 میلیون من این چقدر در روز گرمخانه توی بادرینگ گاشتگی 1.5 ساتق در 1.5 ساتق نیم ساتقش کوچوتی پامداری و بالگرسکی رو هم در نیم ساتق جای 20 میلیون پول گرفتن این فخر نمی فخر البته مهنت کمتر از حضور حلاوت خودتون داشته همه خیلی می البته کمتر از خواب بیدار شده مهنت کرده من عاقبت میگوین که در زیر مهنت راحت هست من راحتش رو دیست دارم ثمره مهنت این شب و روز اینا نگاه کننده شب هم روز بیام آورده نگاه کننده از امتیازهایی که امروز پریزیدنت داده استادیان شما خبردار میمونه از نالاگ از دیگر من کردیت های کمتر مهلتش رو دراز کردن خبردارم من اساسا بایواز کردیت ساختگی با امتیاز حلال 10 میلیون پول گرفته با هوا ساختگی شما کردیت رو گفته توی کردگی نه عروس کردگی نه گرمخانه ساختگی ماشین تعمیر کردگی نه خانه در تعمیر کردگی فقط همین گرمخانه صرف کردگی گرمخانه کرد همین کار کرد از کردیت عاقلانه استفاده بردگی من نتیجه 10 میلیون شما من امروز ببینید چقدر با شما تاثیر مثبت فایده است از امروز سیاست شما خرسند من
بازم اگر همین امتیاز و کردیت اگر شما میگیرید می البته گرفته بود دوام بده دیگه ما نام بده دیگه گرمخانه های بسیار میکنه که زمین هم هست بودرینگ من کنده رو با کجا فروخته ساله در همینجا در قشق خودمون در قشق خودتون هر روز من چند کیلو فروختید یک روز با تو 10 کیلو 10 کیلو 5 کیلو اگر حساب میونه 5 کیلو 5 کیلو 10,000 سوم 50,000 سوم 8,000 سوم 80,000 سوم درآمدی این حساب میکنم که دیگه اکنون امروز رفشان وقت آمده رسید ما حق را حق ناحق را ناحق میگفته که زمان وقت آمده رسید اعتبار به ساحه تدبیرکاری بیهوده در حضور سروزیر ریاست ازبکستان قبول خانه سروزیر تشکیل کرده شد آید به دستگیری کردن تدبیرکارا چون که امروز تدبیرکارهای ما که در عذاب بودن همین چیز برای دستگیری کردن من خلق قبول خانه شده شد در حضور سروزیر ازبکستان با شما تشکر آمده کار کرد حاصل گرفتگیتون مبلغی که از این جا میگیرد فقط از این گرمخانه میگیرد از اینجا میگیرد با توی عروس خرسندی فرزندان نصیب کند من یک چیز را خرسند شدم که با یک دو عائله های کم تامین از سر بادرینگ کندم همچون انعام کردم توفه کردم خیر کردم البته هزارها رحمت چون که دست کشادنده البته خیر احساندار دستنده برکه میشه هزارها چی معما داره معما نیست حضرت معما نیست و بینندگان چون گفتم ما با یک جایگی رئیس نورانی با اینجا تشریف آوردیم با اکوی توجوی السلام علیکم البته با برابر دیدن این کوچت بادرینگ در گرمخانه دل هر یک انسان کشاده میشه چون که مهنتی که میکنه دهقان اگر با دهقان اصلا شو که پول لازم نیست اگر حاصلش فراوان شد اگر دهقان مزه میکنه همین خیلی نمی البته حاضر خصوصا من سوخ مو فرهاد جان یک 4 سال پیش مو بسیار همه یک همه سوخنده سرکارم گویم خطا نمیشه تپلیسا کنی و کنی همه پامیدور کوچت کنی بودرین کنی من شخصا خودتونم خونتون یکم همه یکی از همه پیش قدم ترین تپلیسا کنه بودرینگ پامیدور برآوردگی شما بدید من حاضر مو قدر همه تپلیسا و اکر رسیدیم من چهل که بارها در بوسه تلویزیون من همه جورش نمی‌دونم من آدمو اکنون خلق افسوس کردوست که حتی من چهل گفتید پیاز کوتک کشنیج بام هولنگی بروماده مغازه خریدم برای ما البته سوخه این یک کار ناموس چون که خانمونده و ما باشد زمین ما باشد اوچاسکه ها باشد شرایط ما باشد آب باشد دخشلوز ما بارها گفته که همین چیزا کره برآورده ما شهر تعمیر کردیم در کار نه اینکه از شهر ما همین چیزا آورده هولنگی اوچرد شده هولنگی بودرینگ پامدار رو خریدیم اکو من تیمول من این سال من همه حاضر روز با یعنی بعد این کسل اکرن وقت اینچه خدا خواهد تیز میگذرانم لیکن با ما قدری همه واه رسیدیم قدری تپلیسه و قدر همدیگه خندقو همین رسیدیم چون که همه من هم خودم شخصا همین خیلی فکر با اومدم که البته همین 80% خلق سوخ خودش حرکتش کرده همین خیلی تپلیسه میکند خودش هیچ نوشد چسنوک و پیاز کوتک و کوتیه خودشون برآورده زوید کننده بازنده برآورده میفروشند من لیم برنده مزخوز دیدم من یک تدبیرکار کوشش بی نهایت پسند همدیگه تپلیسا حاضر لیمبر خودش دومن خب 7-8 تا است من حاضر نصب باشه بالات دیگه جاهای هم میبینیم البته این دیگه هم همین من حاضر خودشون گفته گذاشتن البته ما توصیه میکنیم همه البته حرکت کردن همین برای بازار ارزان کردن همه خیلی تپلیسا ساختنش در کار البته همدیاران عزیز دل از این گرمخانه برآمده نمیخواهد لیکن چیلاش که در پیش برنامه ها تهیه کردن برنامه وای رو از نظر گذاشتن در پیش است ما مجبور هستیم این گرمخانه را ترک کنیم و شما هم از این برنامه‌ای که ما با شما تهیه کردیم البته خلاصه های ضرور برای خیلی خوب میشد چون که امروز وقت از خواب خسته کار کردن رسید اعتبار پرزیدنت ریسپوبلیکان درباره رواج دادن ساحه تدبیرکاری خیلی کلان است باید همدیاران با بعضی ها این افسانه نمیدونش ممکن لیکن امروزه رفشنجان که در یک ساعت خیلی بادرینگ کوچت کرده امروز برآورده فروختن در البته ما رو در تعجب گذاشت با رفشنجان آمد خواهده ما از اینجا میبریم و
چون من حاضر جانشین رئیس گفته استودیان در یک خاندان علاقه سبزی را روز در عرفه کندن هست با آنجا میرم شما ما رو برنامه‌های ما رو ترک نکنید و از ما دور نشید ما با آنها هم صحبت شده با شما پیشکش میکنم چون وعده دادیم ما باز با یک خاندان اومدیم که در اینجا علاقه سبزی با فروش برآورده شده است و برای روشنه انداختن تحت رهبری من جانشین رئیس محله کاتب سکتور و اینسپکتور پرافیکتی که در اینجا من حضور داریم من با خاندان ها می‌داریم. سلام علیکم رئیس. البته افخارهای ما همشون مهنت دوستان همه کشت کار من 100% شدگی جایی بیکار خوابیدن نیست همه جا دهقانی ها همش در عملن من سبزی ها پیش آشی شدگی سبزی چسناک کرده برای ضرورت بدگی همون خوجالی که استفاده برده و سبزی کرم شوندگی من دیگه کارتوشکا دیگر سو یک کیلو داتایو با من گندم کاشته زمین های ناکارم هست می؟ زمین های ناکارم مونده اینه اما 100% همش کاشته شده. اعتبار امروز با کرانتین چقدر است؟ همه موقع ما هر روز میگم لیکن امروز آدم ها رو در کوچه میبینیم لیکن من در محله شما ندیدم البته که یک تن تا کارش ضرور بدگی فراها با اپتیکا یا برای دکان یا چیز برای ضرورت برامدن لیکن ما تشکیل کرده بودیم رادیوزل تشکیل کردیم برای کوچه نبرایتون گفتم ما تشکیلات بسیار بوده است. در محله لیمبر چه معما هست برای بازم پیشرفت کار برای برام برداشتن سطح زندگانی مردم استفاده از تامرقه حاصل دلخواه گرفتن بچه‌ها اعتبار داره است. من حاضر من شما رو تمام راهبران ناحیه دیده استادم چی گفتن هستید؟ لیکن اونقدر معماهای نظر نورس هستند. در محل حل میشده که معما در محل حل میشده معما هستند. چون که در این حدود رهبر سکتور یکم من حاکم ناحیه دائم در همین حدود قبول میگذارندن خودشون دور زده میگردن من کاتب سکتور یکم در همین جا مرزا جان حضور دارن. البته حاکم ناحیه هم هر دو روز سه روز یک بار اومده خبر گرفته است تمام تمرکز دیسه ما چند بار من بقریب دو روز سه روز شد اومده دیده ما یک اوله های و هورد یک کمترین های دیگه یاری مسئله یاری رسانده من حاضر من دکان سیار رو استودیم البته دکان سیار رو من تشکیل ما محله ایسو محله تشکیل کردیم من تدبیرکار پیش قدم و ریاست جان من مسئولیت آدما برای آواره نشدنشون با ماشین خودشون من دسترس کرده رسانده داده است. ریاست جان امروز سلام علیکم در امروزه دور با انسان فقط قهرمان لازم است چون که در میدان جنگ استادیم نسبت کسلی جنگ رفته استاده است من پرزیدنت ریسپوبلیک گفتن پس از این تمام شدن با آنهایی که در این جنگ مهنت شایسته کردن البته رحمتشون بگم من حاضر دکان شما رو دیده استادم هزارها تشکر به شما رو کی مجبور کرد که دکان تشکیل خدام هر روز که همین تدبیرکاری کردن من در یک فایده من است محله اونده چه زده با ماشین خود چند پول سودا میکنی هر روز با هر خیلی 100,000 200,000 سودا میکنی تا قدری میکنه سودا من ببینید تخم دانه چند پولی 800 سوم 800 سوم روغن چند پول روغن 44,000 من ببینید در امروز در بازار انده پیاز تا 7000 صبح برآمد شما چند پول برخصه ما 4000 با اون تدبیرکارهایی که ساخته هستن چی گفتن هستید با انصاف دعوت میکنین البته با انصاف دعوت میکنم که همه چیزا ارزان فروش نکنه همین قاعده شنده چون که من برآمد مفتی دیدم در برآمدشون گفتن که در امروز که در خلق مصیبت هست وزنه هست خدا همین خیلی شرط مانده بوده است اگر آنهایی که همین خیلی خلق را ام مصیبت برآورد با خوراک تامین کند با خانهش نور میبارانند دور میبارانند افتاده است اگر آنهایی که از همین مصیبت و وزنگرها استفاده برده استاده با نام تدبیرکار من گفته نرخ محصولات را قیمت میکنند خود همین خیلی مصیبت را با خانه و میبارانند افتاده بنابراین ما از همین چیز امروز دست کشیدن در کنیم
دست کشیدن ما در کار توبه کردن در کار توبه کردن در چون کار. که این امتحانات پروردگار وزن این ما 5 سوم 10 سوم پول نپردادم در کار است همه تپ توره تپ توره بنابراین با شما طلب یک تا چیز من با همدیورا حوزه هم صحبت میشم هم محلتون هم صحبت میشم شما تا چه اندازه با ما توری گفتید یا نوتوری گفتید هم صحبت میشم یگانه طلب قیمت نفروشه من یک نفر دپوتات از ناحیه آلترق خانه‌اش رو به مقدار 500 میلیون سوم فروخته خانه فرزندش رو البته با کم تامین عائله ها تقسیم کرد و بازم دو سه چیز همین خیلی میفروختگیم هست بنابراین از شما یگانه خواهش قیمت نکنید اگر در همین روزها اگر شما به خلق دستتون از نزدیک یا رسانید اگر با شما پروردگار خودش برکت میده همین خیلی نمیرئیس در ما بعضی تدبیرکار من در ما یک تدبیرکاری ما پیشکار روشن جان که فرمر داشت در یک گوسفند رو کشته به همه عائله های کم تامین 1 کیلو گوشت تقسیم کرده دادن 3-4 روز شد هزارها رحمت همین تدبیرکارا هزار رحمت رفشان جان رحمت از من تماشابینان بینندگان عزیز من آچخری که گفتم در روزهای دوست کی بدنش در کجا میفهمیم در روزهای وزینه حیات دوست ما کی بدنش رو نظم میفهمیم من برای رفشان جان رحمت اگر من وقت یابم اگر اومده درباره رفشان جان برنامه تهیه کرده پیشکش کرده دست ما بینندگان تا که بعضی تدبیرکارهای ساخته که امروز نرخ و نوا رو قیمت کرده استادن البته از این رفشان جان برین حقیقت تدبیرکارها عبرت گیرند البته قیاسچون باید من قیاسچون البته هزارها رحمت قیاس دویم دست دروازش های خلقنده کی که روه اگر به شرط پلاتون نباشند ما در خدمت شما امروز نبیاری سحر میبیاری گفته دویم در خدمت خلق قیاسچونه چیز ارزان میفروشد انمی محله هونده هر روز انمی ماشینش که خودش چغ میزنونه 200 تا سودا کنم بچه روزه میگود من انمی محله ما تامین کردنم در کار گفته ارده آوردم دستای دیسو دین من همه وای همون زندگی و وای میکردگی و من تایید و نهایت بینندگان عزیز من چون وعده دادم ما با خانه رخسار خان ابراهیم ما تشریف آوردیم من در دست جانشین رئیس من سبزی که حاضر نوکه کنده من استوداست رخسار یک دو سبزی بکندید و بینندگان برای روشن انداختن از کجا کندن ممکن است مرحمت البته این رو با چی گفتن نکنه سبزی رو با چورشاخ ها چورشاخ با چورشاخ لیکن امروز شما قهرمانی کرده من از سبزی رو کوفته گرفتید ماندن نباشه دستتون در رو نبیند همدیاران عزیز من دیده استادید در وقت‌های ضروری سبزی رو من ببینید الکه تیار است کی کشته بودید سبزی رو در ماه اکتبر کشته بودم اپریل چشته مونده بودم من 1 2 3 4 5 رنگ سبزی شنوندگی اگر از این سبزی شما امروز چند کیلو گرفتنتون ممکن با فکر چقدر خودتون فکر کردید 300 کیلو 400 کیلو گرفتن ممکن است امروز 1 کیلو سبزی چند رئیس در ما در ناحیه در ناحیه 2000 سوم اگر حاضر 400 کیلو سبزی گرفت اگر 2000 سوم فرجام چقدر میشه 800,000 سوم از یک مید یک جا هزارها رحمت دستتون در رو نبیند چی گفتن ای روز خامنه با تدبیرکارم من همین رخسار خون به هزار رحمت میگم من همین همه زنها عبرت گرفته همین خیل کرده مونن حاضر این وقتای تنگنده پلش نباشدم کنده دو تاش ریزه کنه اگر اوقاتش میشد البته برای این مهنت کردن در کار انا من اعتبار گرفته زنهای محترم هم من آرزو میکنم که همین خیل کرده روحای حوله هاشونه خوش شروع کرده همین خیل اکنویا کرده دیگوشون به انداخته استعمال کنه همدیاران من در این حدود که ما دور گشتیم یک نفر وکیل اتفاق جوانان ناحیه رو دیده استادیم من دیدید خودتون با چشمتون من با گرمخانه در اومدم من امروز سبزی رو حالتش رو دیدید یک نفر تدبیرکارمون در محل که دور زده محصولات های خوراک‌آور فروخته است خودتون تماشا کردید با جوان‌ها چی گفتن هستید با جوان‌ها دعوت میکنم که مهنت خودشان رو دریغ نداشته مهنت کنن با پدر و مادرشان یاری دهند در وقتی همه خیلی با خلق ما مصیبت اومده است تا با آخر رسیدنش دیر نکنن مهنت خودشان رو با پدر و مادرشان یاردم کنن در خانه نشینن با کوچه ها نبرن در بازارهای ما امروز چیسناک معما هست چیسناک در چیسناک برای خرید کردن حتی من خودم هم در نوبت ایستادم لیکن من امروز یک نفر تدبیرکار دخترم که چیسناک شنونده است حواس کسب میآید
بنابراین هزارها رحمت. من چقدر که گفتم مادر زمین، اگر به زمین همه قدر اعتبار دهیم، زمین هم با ما اینام خودش را دریغ نمی‌دارد. و این دختر صدها تشکر، دستش در رو نبیند از همین زمین میده که اگر امروز کنده میفروشد پولی گرفتگش با توی عروس فرزنداش نصیب کنه. شما چی میگید؟ بینید البته هر یک کسی دیننده حاضر بیننده در دلش خیلی یک حس پیدا شد. من حاضر رهبر مطبوعات حاکمیت در همینجا حضور دارد. انور جان چی گفتن هستید؟ من حاضر درباره امروزه از زمین استفاده بردن کارهای ترغیباتی برده استفاده. لیکن صدها افسوس که در ناحیه مانده همه تدبیرکارها به مهنت نمیکنند. فکرتون در همین باره چقدر؟ البته بسیار خوب گفته. من روز 8 اپریل تحت سروری پرزیدنتمون ویدیو سلکتر شده گذاشت در مسئله هم استثمار استفاده از زمین. من که تقاضای وظیفه در بسیار حدودهای ناحیه میگردم به واسطه با خود حاکم ناحیه و رهبران سکتورها. در حقیقت امروز اکثریت خلقمون در خواب نازن با زمین عموما با چشم چیگویم خیره یا که با چشم نیک نگاه نمیکنند. در بسیار حدودها بعضی زمین ها به حال خود پرداخته مونده. من سبزی باز من کوریدگی علاقه چون میگم با زبان خود میگم آشی شدگی با بازار برآورده فروشنم به ملال میشد. یعنی برای احتیاجات خود گرفته موندگیش رو برآورده با سواد کنم میشد. من گفتنیم که علاقه هر یک کس باید با زمین با چشم نیک نگاه کنه و از زمین سوارانه استفاده بردن را آموزه. و در دل خدا هم ساختن بنیاد کردن گرمخانه پیدا شد. البته گرمخانه بنیاد میکنم و گرمخانه برای بودجت عائله بسیار یک فایده کلان دارد. من خود شما نیز بنیاد کرده بودید. ما این رو از تجربه میدونیم و یک چیز رو گفتنیم که پرزیدنت ما با هنگام برگزار کردن سلکت یک چیز گفتن. کسی که با زمین نگاه نمیکنه و اون استفاده نمیبرد این خیانت است. البته خیانت با زمین، خیانت با خودش. چون برای چی با خودش؟ چون که از زمان بیکار خوبه ما حاصل گرفتن نمیتونیم. حاصل گرفته شده این معنای ذخیره کردن مال‌های اوزقواری با خودمون. اگر زیادتی کند با بازار برآورده میفروشیم. یعنی که فایده همون است. اگر دخترم سبزی آشیش را که امروز راهها بسته است برآورده فروش کننده نمیشه. میشه البته میشه. من در وقتای نبودن سبزی در بازار اگر من محصول از خودمون برید ارزون میشه یکمش. دیمش محصولات بسیار میدونیم که از مرکز ولایتمون گرفته میبریم برای همون قیمت. من امروز اگر همین خیلی از زمین ثمرناک استفاده بریم یک کم درجه حاصل بسیار میگیریم و دویمش با ارزان شده نرخ البته میسر میگیریم. آنهایی که از زمین استفاده برده محصولات های سبزیجات را پر منه با بازار ما برآورده استفاده تشکر میگم. دستشون در را نبیند. فقط در روزهای توی عروسی خرسنده های آنها ما هم رفته اشتراک کردن نصیب کند و از ما دور نشوید. برنامه های ما پیشکش شما و در پیش برنامه های رنگارنگ استفاده است. ما را ترک نکنید. السلام علیکم بینندگان عزیز. در نوار برنامه نوبتی مناسبت امروز با برنامه مناسبت حاکم ناحیه سوخ و پرکار ناحیه را دعوت کردیم. حرمت مهمانlar bizni studiyaga xush kelibsizlar. Farruh Madaminich mana bir oydan beri shu tuman aholisi barcha respublika vatandoshlarimiz qatori karantinda turibdi. Shu karantinga mana qancha targ'ibot ishlari olib borilayotgan bo'lsa ham shunga qaramasdan ba'zi holatlarni mana ko'chalarda birga yurganda mana shu targ'ibot ishlari ko'rsatuvlar tayyorlayotganda shuni guvohi bo'lyapmizki ba'zi odamlar haligacha shu bugungi ahvolga bugungi mana shu kasallik tarqalishiga befarqligini sezyapmiz. Shu tumanimizda amalga oshirilayotgan ishlar haqida sizni fikringiz? Bugungi kunda aholini eng asosiy talabi bo'lmish oziq-ovqat zaxirasini hisob-kitobini qildik. Oziq-ovqat zaxirasini hisob-kitob qilganimizda shu kunning o'zida bizda o'sha kunlari hech qanaqa kamchilik oziq-ovqat yo'nalishida kamchilik yo'qligi, chunki mana muhtaram boshimiz tomonidan doim ta'kidlanadi, viloyat hokimimiz topshiriqlari bilan biz yetarli darajada oziq-ovqat zaxirasini shakllantirib qo'yganimiz bizga juda katta qo'l keldi. Shuning uchun biz aholi albatta ozgina bunga sarosimaga tushdi. Ozgina birinchi kunlari go'yoki
karantin davrida oziq-ovqat mahsulotlari tugab qolayotganda haqiqatan ham biz So'x tumanimizda bu holat kuzatildi, lekin biz ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida mana barcha sektor rahbarlar zudlik bilan aholiga tushuntirishlar olib borildi. Aholi buni to'g'ri qabul qildi. Mana bugungi kungacha bunday holatlar kuzatilmayapti. Sababi biz keyin mana maxsus komissiyani qarori bilan, qolaversa qo'shni Qirg'iziston davlatini maxsus komissiyasining qarori bilan chegaralarimiz yopilganligi ham bu albatta qaysidir ma'noda bugungi kunda bizni So'x tumanimiz 80 ming aholisini mana shu koronavirus epidemiyasining kirib kelishini oldini olingan bir chora deb bilaman. Chunki albatta mana o'ziz xabaringiz bor, hozirgi paytga mana O'zbekistonimizda 1057 ta holat aniqlangan bo'lsa, shu qatori bizni Farg'ona viloyatimizda ham mana bunday kasallikka chalinganlar yo'q emas. Endi qo'shni davlat, ya'ni Qirg'iziston Respublikasi mana davlatida ham kundan kunga bunday holatlar aniqlanishi ko'paymoqda. Hozirgi kunda mana muhtaram yurtboshimiz tomonidan bevosita mana shu koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashda olib borilayotgan ishlar hamda yo'l qo'yayotgan kamchiliklar bo'yicha bir necha bora juda ham bir tashvishli selektorga o'tkazdilar. Albatta bu selektorda eng avvalambor muhtaram yurtboshimiz bir narsani doim ta'kidladilar. Har bir insonning hayotiga biz mas'ulligimizda. Mana shu koronavirus paytida ham eng birinchi navbatda biz mana shu o'lim holatiga yo'l qo'ymasligimiz, chunki har bir insonning umri biz uchun juda katta bir ahamiyatga egaligini bir necha bora ta'kidlab o'tdilar. Bundan keyin mana bizda tumanimizda zudlik bilan o'sha shtab har kuni ishlayapti. Qolaversa mana sektor rahbarlarimiz har birimiz o'zimiz sektorimizni juda qattiq nazoratga olganmiz. Albatta sektorlarda mana kirish chiqishlar, hattoki mahallabay biz ish tashkil qildikda, mahallabay demak o'sha pokizalik maskanlari tashkil qildik. Albatta buni aholi to'g'ri qabul qildi. Chunki nafaqat hozir mahallama-mahalla, tumanma-tuman yoki viloyatma-viloyat biz mahallama-mahalla o'tishda cheklab qo'ydik. Chunki hech kim bilmaydi yonimizda yurib bu kasallik bugungi kunda kimdaligi va yonimizdaligini hech kim buni isbotlab bera olmaydi. Shuning uchun agar bugungi kunda biz birinchi navbatda o'zimizda inson sifatida o'zimizda oilamizni saqlaydigan bo'lsak, mana shu har xil qarindosh urug'lar o'rtasida to'y marosimlar yoki bir ommaviy to'planish, tug'ilgan kunlar ya boshqa tadbirlardan biz bugun o'zimizni cheklab, mana shu fuqarolar ko'p to'planadigan joylarda birinchi navbatda o'zimizda ehtiyot qilib yursak, albatta biz buni birgalikda, hamjihatlikda yengamiz. Qolaversa mana tumanimizda mana shunga chora-tadbirlarda yana bitta nimasi, biz zudlik bilan albatta kamchiliklarimiz ko'p, ayniqsa mana shu tibbiyot yo'nalishida biz SEZ xodimlarini bugungi kundagi moddiy texnika bazasini o'rganganimizda ham albatta bee'tibor bo'lganligimiz, bu sohaga haqiqatan ham yetarli darajada e'tibor bermaganligimiz shu kunlarda yaqqol shuni isboti bo'ldi. Biz albatta tegishli chora-tadbir belgilab, viloyat rahbarlariga o'rnatilgan tartibda biz murojaat qildik. Bular zudlik bilan mana o'zingiz guvohi bo'ldingiz, o'sha birinchi yuklarni qabul qilganimizda har xil o'sha tibbiyot uskuna asboblari, niqoblardan tortib o'sha SEZ xodimlarimizga taalluqli o'sha dezinfeksiya qilish moslamalarigacha biz to'laqonli olib kelib oldik. Undan tashqari o'sha kalsiy xlorid nima mahsulotini ham biz zaxira yaratib olganmiz. Shuning uchun bugungi kunda biz qo'rqmasdan nafaqat xonadonlarda, qolaversa barcha ko'chalarda ham o'sha maxsus transport vositalarida dezinfeksiya qilish ishlarini to'xtatganimiz yo'q. Xudo xolasa ertaga biz tumanimizni to'liq 100% xonadonlarda ham, ko'chalarda ham birinchi birlamchi dezinfeksiya qilish holatini yakunlaymiz. Ikkinchi etapga o'tib biz buni to'xtatmaymiz. Sababi albatta qarangda, bir yomonlikni yaxshilik tomoni bor degan maqollar ham ko'pda. Mana nafaqat tumanda, hatto respublikamizda ham mana shu koronavirusga qarshi kurash olib borilayotgan ishlar, qolaversa fuqarolarimiz tomonidan shaxsiy gigiyenaga rioya qilishlari natijasida boshqa bir kasalliklarning oldi olinyapti. O'z navbatida mana o'zimizda markaziy shifoxonamizda ham mana kuni kecha borib o'rganganimizda birlamchi o'sha har kunlik chaqiruvlar kamaygani, faqatgina hozirgi kunda eng asosiy kasallik bu
o'sha bosim, ya'ni davleniya deymiz, davleniya kasalligi hamda yurak xuruji kasalligi bilan bezovtalanayotgan bemorlardan tashqari bir oldinga o'xshab boshqa bir kasalliklarda uchrash kam edi. Haqiqatan mana shu ko'p holatlarda aytib yurardik, bu vatanda, bu tuproqda inson aziz. Mana shuni mana xalqimiz o'zi sezyapti. Mana kecha O'zbekiston 20 turi orqali hurmatli prezidentimizga yo'llagan maktublarni, farzandlarimizni shu prezidentimizga yo'llagan maktublarni mana o'qib berildi. Chunki bu vatanimizda tuzum bor, prezidentimiz rahnamoligida mana qancha yurtdoshlarimiz chet eldan olib kelindi, qancha ishlar amalga oshiryapti. Kecha menga bir do'stim hazillashib, "Do'st qadam qo'ymas ekan, vayronadir koshona ham." Bugun shu savolga sizni fikringiz dedi. Endi bugun shu do'stimizdan bizdan hol ahvolimizdan xabar olmayapti degan shu fikrdan biz uzoqroqda turishimiz kerak. Ko'chalarda do'stimizni, qarindosh urug'imizni xabar oladigan payt emas, chunki har bir inson o'zini oilasini, farzandini bugun shu mana shu kasallikdan himoyalanishi kerak. Lekin ming afsuski ba'zi holatlarda Farruh Madamovich mana shu bizni ko'chalarda maqsadsiz yurgan odamlar, mashinani minib yurgan odamlarni guvohi bo'lyapmiz. Savol-javob qilgan holatlarda aptekadan dori olgani chiqdim deydigan odamlar, yana ertasi shu odamlarni uchrashyapmiz. Shu bo'yicha mana siz bilan bizni ko'rib turgan hurmatli mana shu vatandoshlarimizga fikringiz, nima qilsak shu odamlar ko'chaga yana kamroq chiqadi. Mana harakat to'rtta sektor tomonidan harakat bo'layotganini mana ko'ryapmiz. Chashmada mana bir dorixona, ko'chma dorixona tashkillashtirishi, savdo do'konlar sayyor holatda tashkil qilinib olib borib berishi, hatto mana bizni televideniyaga odamlar qo'ng'iroq qilyapti, mana biz sizlarga aytyapmiz, falon joyda misol falon muammo bor ekanda, shu muammo bartaraf etilyapti. Lekin shunga ham qaramasdan ba'zi odamlar hatto bir qadam qishloq markazi aptekadan uzoqroq bo'lsa ham bizda mahallamizda apteka yo'q deyotgan odamlar uchrab turibdi-da, bizga shunaqa savollar beryapti. Shularga fikringiz, mana tuman hokimi rahbari sifatida sizni. Mana haqiqatan ham bugungi kunda respublika maxsus komissiyasini qarori qabul qilingan. Qarorda birinchi navbatda yakkalanish, himoyalanish tartibi joriy qilindi. Ya'ni yakkalanish, himoyalanish degani bu har bir inson birinchi navbatda o'zini himoya qilish, ya'ni o'sha odamlar to'planadigan joydan o'zini olib qochishi yoki o'zi bilmagan, o'zi sinalmagan joyga borishi, antisanitariya holat yoki gigiyena holatlar talablariga rioya qilinmasligi, bu mana shu yakka himoyalanishni buzganlikda hisoblanadi. Qolaversa haqiqatan ham bugungi kunda bizdan muhtaram yurtboshimiz doim bitta narsani talab qiladilar. Temir intizom, qattiq qo'llik, temir intizom. Albatta siz hozir yuqorida ta'riflagan holatlar uchrab turibdi. Hattoki fuqarolarimizda mana ongli ravishda mana shu ko'chalarga maqsadsiz chiqib olish, ko'chalarda to'planib olish, mana biz rahbarlar doim mana shu ko'chalarda hududda aylanib yuramiz. Bu aylanishimiz ham bekorchilikdan yo vaqt o'tkazishga emas, lekin o'sha fuqarolarning oldiga to'xtab, hattoki nafaqat yoshlar, yosh ulug' insonlar ham buni ongli ravishda tushungan holda mana shu to'planib olib to'xtab so'raganimizda bizni savollarimizga javob bera olmayotganligi. Albatta, mayli, bugun bizni xalq yomon ko'rsin, lekin kechirasiz, agar bugun biz befarqlikka, bugun biz loqatlikka yo'l qo'yadigan bo'lsak, ertaga 80 ming aholi jabr chekib qolishi hech gap emas. Farruh Madamovich, onaxonlar navarachilarini olib ko'chada yurganini guvohi bo'lyapmiz-da. Nahotki shuni misol mana uyda ota bordir, uyni egasi bor misol, shular aytmayotgan bo'lsa, navarani nimaga ko'chaga olib chiqyapsan degan bir savol yo'qmi? Mana shu qiynalyapti. Chunki to'g'ri mana shu Namangondagi holat misol yo Yozyondagi bitta onaxonni qilgan ishi qancha mana shu bugun salbiy ta'sirini ko'rsatdi-ku. Endi u mayli, endi u Xudo bergan bir kasallik, uni ham bir kun davosi bordir. Lekin biz shunga Xudo bergan davosi bor deb agar ko'chaga befarqlik bilan chiqsak, shu hozir aytgan 80 ming aholi jabr tortishi mumkin-ku. To'g'rimi? Albatta, mana bugungi kunda tumanimizda 38 nafar fuqaro karantinga olingan. Bundan tashqari, demak, uy karantini, biz shu kunga qadar uy karantini joriy qilganmiz.
albatta bu karantinga olingan fuqarolar degani bu ularda koronavirus holati aniqlandi degani emas. Chunki biz birinchi navbatda o'sha qo'shni davlatlardan, mana Qirg'izistondan kirib kelganlari bor, hatto Rossiya Federatsiyasiga borib qaytgan fuqarolarimizni biz mana shu birinchi navbatda o'zini, oilasini qolaversa tumanimizda aholini xavfsizligini o'ylab biz ularga karantin qoidalarini joriy etdik. Mana kuni kecha oxirgi marta o'sha Farg'ona shaharidan yuk olib kelgan 26 nafar haydovchilarimizni hattoki biz mana Xushyor mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan o'sha maxsus tayyorlangan joyga joyladikki, maqsad bitta. Bu degani ularda bir holat aniqlanib, ortiqcha vahima qilish yoki ortiqcha shov-shuv qiladigan jarayon yo'q u yerda. Biz mana shu aholini tinchligini o'ylab, ularni biz bugungi kunda karantinga olib qo'yganimiz buni yaqqol guvohi bo'lib turibdi. Lekin men mana shu ommaviy axborot vosita rahbariyatida, sizning rahbarligingizda barcha turli sektor rahbariga katta rahmat. Chunki mana shu bir tashlang'ich holatda turgan shifoxonani tez muddatda ta'mirlab, homiylarni topib, hatto men televideniya orqali yoritib berdim, suvlar chiqarishi, o'sha sanuziyalar qo'yilishi hammasi bu e'tibor. Bu e'tiborga haqiqatan to'g'ri aytyapsiz, befarq bo'lmasligi kerak-da. Shunday emasmi Farhod? Albatta, chunki u yerda biz mana zudlik bilan ko'rilgan chora-tadbirlar bugun har bir zamon talabiga xos darajaga yetkazib qo'yildi. Chunki mana biz sektor rahbarlari sababi biz anklav hududligimizni inobatga olib, biz befarqlikda, loqatlikka yo'l qo'yadigan bo'lsak, yuqorida aytganimdek, ertaga ozgina bizda mas'uliyatsizlik bo'lsa, aholi jabr chekib qolish hech gap emasligini inobatga olib, zudlik bilan chora-tadbir belgiladik. Mana u yerda albatta homiylar yordamida buni biz tashkil qildik. Chunki u juda katta mablag' talab etilgan edi. Shuning uchun men u yerda qatnashgan homiylarimizga minnatdorchilik bildiraman. Mana bugungi kunda zamonaviy 2 qavatli juda ham chiroyli bir ko'rkam inshootga aylandi. Havas qiladigan bo'ladi. Xudo xolasa bu karantin davridan o'tib olganimizdan keyin albatta u yerda biz o'sha xalqimizda yana tibbiyot yo'nalishi bo'yicha bemalol foydalanishimiz mumkin. Bundan tashqari mana tumanimizda mana shu ogohlantirish, targ'ibot ishlariga qaramasdan juda ko'p mana ichki ishlar, huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan karantin qoidalariga rioya qilmagan fuqarolarimizga bugungi kunda juda ko'plariga hujjatlar rasmiylashtirib, qonuniy chora ko'rilgan chora-tadbirlarga qaramasdan baribir mana kuni kecha men bir mahallaga borganimda bir yosh kelinchagimiz, ya'ni bir sinimiz o'zini yosh farzandini olib ko'chaga chiqib olib, o'sha qo'shnilari bilan gaplashib turgan holatini ko'rdik-da, hech qanday bir himoya vositalarsiz. Albatta men ulardan to'xtab ko'chaga chiqmasliklari, karantin qoidalariga rioya qilishlarini tushuntirdim. Lekin hozir juda ko'p ta'kidlanyapti ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda birinchi navbatda 3 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz, undan tashqari 60 yoshdan yuqori bo'lgan otaxon onaxonlarimizda bugungi kunda mana shu kasallikda ko'p mana shu yoshdagi fuqarolarimiz uchratganligi, biz bularni o'zimizdan ham ko'ra 2 barobar ehtiyot qilishligimiz tushuntirishiga qaramasdan shu ota-onalarning befarqligi, yosh bolalar ko'chada o'ynab yurishlari yoki mana hayvonlarimizni olib chiqib ko'chalarda boqishlari, buni ham agar biz bugungi kunda cheklasak, men o'ylaymanki, bizni tumanimizga kirish-chiqish yo'llari to'liq yopilgan. Agar biz bugun ichkaridan bir narsani chiqarmasak, bizga tashqaridan bugun xavf yo'q. Ayrim soxta tadbirkorlarimiz shu mishmishlar borki, bugun shu dizel yoqilg'isini qo'shni davlatlardan o'tkazishi nazarda tutilyapti deb. Albatta bu bo'yicha sizning topshirig'ingizga asosan mana ko'rsatuv tayyorlab, odamlarga murojaat etdik. Men o'zim Malbut, Sharqobod, Chashmada mana Nuronimiz bilan chegara bo'yicha sizning maslahatingiz bilan mana ko'rsatuv tayyorlab efirga uzatdik. Lekin baribir shunga ham qaramasdan shu mishmishlar chiqyapti. Shu ayrim tadbirkorlarimizga, shu mana shu xalqni boshida bir musibat turgan paytda mo'maygina daromad topaman deydigan odamlarga rahbar sifatida mana haqiqatan ham to'g'ri aytdingiz. Shanba kuni biz shunday ma'lumot kelib tushgandan keyin barcha rahbarlar, huquq-tartibot idoralari rahbarlari bilan birga Sharqobod hududidagi bevosita o'sha chegara chizig'ida yashovchi aholini to'liq xonadonlarini o'rgandik. U yerda birinchi navbatda tomorqachilik madaniyatini o'rgandik. Qolaversa, ularning muammosi bilan borib o'rgandik. Haqiqatan ham
men bitta narsani iltimos qilmoqchiman. Bu nafaqat chegara chizig'ida yashovchi aholi, qolaversa butun So'x tuman aholisiga, hurmatli fuqarolar, mana bitta narsani to'g'ri qabul qilinglar. Bugun biz agar kirish chiqishni, chetdan kirib kelishni to'xtatsak, biz bu kasallikni albatta yengamiz. Lekin bu koronavirus pandemiyasi nafaqat tirik insonlarda, qolaversa buyumlarda ham uchrayotgan holatlar, misollar juda ko'p. Hattoki mana qo'limizda aylanayotgan naqd pulda ham 6 kundan 7 kungacha saqlanishini olimlarimiz, o'sha tibbiyot soha xodimlari buni isbotlab berdi. Mana texnikada 5 soatgacha yashashligini, virus yashashligini, mana shu oddiy mana shu plastmassalarda ham 4 soatgacha virus o'zi mana shu yerda yashashligini olimlar shuni isbotlab berdi. Shuning uchun men hurmatli fuqarolarimizdan iltimos qilardim, hurmatli tadbirkorlarimizdan iltimos qilardim. Bugungi kunda oziq-ovqat zaxirasi bizda yetarli. Bizda muhtojlik bo'lsa, biz viloyat rahbarlaridan kelishgan holda, qo'shni davlat rahbariyati bilan kelishgan holda, biz tumanimizga bugungi kunda ehtiyoj bo'lgan narsalarni kelishilgan holda, hattoki mana oldingi safar chiqishlarimizda aytdim, Qirg'iziston Respublikasini ichki ishlar xodimlari o'zlari kuzatuv ostida hech qanaqa beshikaz olib kirib berishini biz ta'minlaymiz. Lekin shunga qaramasdan bugungi kunda xuddi siz aytgandek bir nafar tadbirkor bu xalq emas, bu shaxsiy manfaatini o'ylagan holda shu harakat qilyaptiki, chegaramizdan hattoki har xil bir noto'g'ri xatti-harakat qilib, u yerda xizmat olib borilayotgan chegarachi va huquq tartibot idoralari xodimlariga ham xalaqit qilib, biz o'zimiz kerakli narsani viloyat rahbarlari bilan kelishgan holda oldindan buni tashkillashtirib, kuzatuv ostida, chunki har bir kirib kelgan transport vositasi o'sha vadil post orqali o'tayotganda ham uni biz dezinfeksiya qilib, mana o'zingiz guvohi bo'ldingiz, 2 marta biz yuk qabul qilib olgan bo'lsak, tungi soat 2 gacha bo'lsa ham biz barcha sektor rahbarlari o'sha yerda turib, har bir texnikani ham, hattoki mahsulotimizni ham ishlov berib, maqsad chetdan tumanimizga shunday koronavirusni infeksiyasini kirgizmaslik. Lekin ma'lumotlar yo'q emas. Bugungi kunda o'sha Malbut yo'nalishi, Sharqobod yo'nalishi, Devayron yo'nalishi, mana Xushyor, Tagi-Shuxcha tomonlardan ba'zi bir soxta tadbirkorlarimiz u shaxsiy manfaatini o'ylagan holda, u yerdan har xil noto'g'ri narsalar, ya'ni taqiqlangan narsalarni olib kirilayotganligi ma'lumotlar bor. Men iltimos qilib qolardim, bu harakatlar bugungi kunda tumanimizga foyda emas, zarar keltirishi, ya'ni 80 ming aholini hayotini xavf ostiga solayotganligini o'sha soxta tadbirkorlarimiz buni anglab yetmayapti. Bugungi kunda har birimiz mana barcha rahbarlardan tortib qolaversa har bir fuqaro bugun shaxsiy manfaatini o'ylaydigan davr emas. Bugun xalqni manfaati uchun, xalqni tinchligi uchun agar bugun jon kuydiradigan bo'lsak, albatta buni biz xudo xolasa hali yaxshi kunlar keladi. Bu bilan karantinda o'tirib, hamma yo'qni tashab qo'yib emas, albatta hayot davom etyapti. Mana hozir ham mana men Xushyor bozorida mana tumanimiz prokurori bilan birga borib aylanib ko'rdik-da, qarang. Hatto shunday nohisob tadbirkorlarimiz bo'lyapti, narxni sun'iy ravishda oshirib yorgani. Mana to'g'ri, Farg'onadan olib kelingandir, lekin Farg'onadan olib kelgungacha, So'xga kirib kelguncha bo'lgan jarayonda mana viloyatimiz hokimi yordami bilan biz to'liq ta'minlab beryapmiz. Hech qanaqa ortiqcha u tadbirkorimiz ortiqcha haligi sarf xarajat qilgan yo'q. Mana piyoz mahsulotini hozir bozorda 4 ming, 5 mingdan sotayotganligini ko'rib, odam albatta bugungi kunda shunday mana homiylarimiz, saxiy tadbirkorlarimiz aholiga bekorga tarqatayotganda kimlardir shundan foydalanib qolishligini ko'rib, biz chora-tadbir belgiladik. Albatta mana tuxum mahsulotlari, yog', un aholiga iste'molga birlamchi, ya'ni go'sht mahsulotlari, mana go'shtlarimiz 40 mingdan sotilyapti. Qolgan mahsulotlarni ham narxlari tushirdik. Shuning uchun men demoqchimanki, mana shu paytda agar bugun bu jang maydonidamiz, kimligini bugun ko'rsatadi. Faqat bugun bitta narsa, xalq uchun sadoqat bilan, xalqning manfaati uchun harakat qilsak, albatta men o'ylaymanki, yaxshi kunlar, o'sha biz kutgan yorug' kunlar albatta tez kunda keladi.
Rahmat, mana tumanimiz prokurori Farhod aka savol bermoqchiman. O'zbekiston Respublikasining jinoyat protsessual kodekslariga hamda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqida joriy yilning 26-mart kuni qonun qabul qilindi. Kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar xususida batafsil aholiga tushuntirish maqsadida sizni bilan taklif qilganmiz. Agar shu qonun ustuvor jazo muqarrarligini ta'minlashi, qonunlarni hurmat qilish, rioya etish har bir fuqaroning burchi ekanligini mana aholiga bir tushuntirish maqsadida karantin paytida tumanda qonun va yangi qoidalarga rioya etish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Buyuk Sohibqiron Amir Temurda bir gapi bor-da, bitta loqayd askar mingta dushmandan yomon deydi. Nimaga desiz, agar bitta loqayd askar postda turgan joyda uxlab qolsa, yog'i kelib butun bir xalqni, aholini yoki bo'lmasam davlatni bosib olishga asos bo'lishi mumkin. Xuddi shuni singari bugungi kunga qiyoslaydigan bo'lsak, bitta loqayd fuqaroni mana shu karantin qoidalariga, talablariga rioya qilmasligi butun bir rayonimizga ko'plab insonlarning boshiga tashvish solishi mumkin. Shu nuqtai nazardan 16-mart kuni qaror qabul qilindi hukumat tomonidanki, butun mamlakatda karantin e'lon qilindi va karantin tartiblari belgilandi. Lekin ayrim fuqarolarimiz tomonidan belgilangan talablarga yetarlicha rioya qilinmayotganligi, karantin talablarini buzayotganligi sababli hukumat tomonidan qaror qabul qilindiki, karantin qoidalariga rioya qilmagan shaxslarga nisbatan ma'muriy va jinoiy javobgarlik masalalarini kuchaytirish uchun sanksiyalarni Oliy Majlisda qaytadan ko'rib chiqish. Tezlikda mana shu komissiya tomonidan ko'rib chiqildi hamda siz hozirda aytib o'tganingizdek 26-mart kuni mazkur qonun kuchaytirilgan sanksiyalar bilan to'ldirildi. Jumladan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksini aynan shu soha bo'yicha moddalariga o'zgartirish kiritildi. Mana men atayotgan kodeksda va unga kiritilgan moddalarda ko'rsatish uchun olib keldim muhtaram hamyurtlarimizga. Mana shunday bunda o'qib berish mumkin. Demak, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasida quyidagi tartibda o'zgartirildi. Karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishi hamda tarqalishi sharoitida vakolatli organlarning maxsus talablariga zid ravishda jamoat joylarida niqobsiz bo'lish, bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi ko'rsatildi. Bundan tashqari karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishining yoki tarqalishini oldini olish maqsadida belgilangan majburiy qoidalarni buzish, shu jumladan karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishi hamda tarqalishini sharoitda shifoxonadagi ichki tartibga rioya etmaslik, davlat sanitariya nazorati organlarining tibbiy tekshiruvdan o'tishi va davolanishi, karantinni o'tash uchun belgilangan joylarga yetib borish va ushbu joylarni belgilangan muddat davomida tark etmaslik, ya'ni belgilangan muddat tugamasdan turib ketib qolish, kasallik yuqish va xavfi mavjud bo'lgan davrda muloqotda bo'lingan shaxslar va borilgan joylar haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilish to'g'risidagi yoki boshqa qonuniy talablarni uzrli sabablarsiz bajarmaslik, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 30 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 30 baravardan 50 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi deb ko'rsatildi. Endi bundan tashqari jinoiy javobgarlik ham belgilandi. Jinoiy javobgarlik demak O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida quyidagi demak 244-5 moddasi bilan to'ldirildiki, karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar tarqalishi haqida haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarni tarqatish, karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklarni paydo bo'lishi hamda tarqalishi sharoitida karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar tarqalishi haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarni tarqatganlik uchun bazaviy hisoblash miqdorini 200 baravarigacha miqdorda jarima yoki 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi. Ushbu moddani birinchi qismida ko'rsatilgan ma'lumotlarni nashr qilish yoki boshqacha usulda ko'paytirilgan matnda yoki ommaviy axborot vositalari
shuningdek internet butun jahon axborot tarmog'i orqali tarqatish bazaviy hisoblash miqdorida 200 baravardan 400 baravargacha miqdorda jarima yoki 300 soatdan 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilab qo'yildi. Bundan tashqari demak sanitariyaga oid qonun hujjatlarini yoki epidemiyaga qarshi kurash qoidalarini buzganlik uchun ham qonun sanksiyalari kuchaytirildi. Jumladan sanitariyaga oid qonun hujjatlarini yoki epidemiyaga qarshi kurash qoidalarini buzish, shu jumladan karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar paydo bo'lishi hamda tarqalishi sharoitida davlat sanitariya nazorati organlarining tibbiy tekshiruvdan o'tish va davolanish, karantinni o'tash uchun belgilangan joylarga yetib borish va ushbu joylarni belgilangan muddat davomida tark etmaslik, kasallik yuqish xavfi mavjud bo'lgan davrda muloqotda bo'lingan shaxslar va borilgan joylar haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilish to'g'risidagi yoki boshqa qonuniy talablarni uzrli sabablarsiz bajarmaslik odamlarning ommaviy kasallanishi yoki zaharlanishiga real xavfni keltirib chiqarsa yoxud odamlarning ommaviy kasallanishiga yoki zaharlanishiga olib kelsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravargacha miqdorda jarima solish yoki 5 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikdan cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilandi. Bundan tashqari agar mana shu harakatlar odam o'limiga olib keladigan bo'lsa 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishi belgilab qo'yildi. Mana shu holatlarni Farhod aka hozir ko'chada yurgan vaqtimizda mana biz 4 ta sektor rahbarlari, ichki ishlar, boshqa tegishli mutasaddi idoralar har kuni erta-yu kech mana shu joylarda karantin qoidalariga rioya qilinayotgan ahvolni nazorat qilib yuribmiz. Juda ko'p fuqarolarimiz ko'chada, mahallada 4 ta 5 ta bo'lib to'planib gaplashib o'tirganligini, ko'plari niqobsiz yurganlarini, hattoki farzandlariga yosh bola 4-5 yashar bolalarga niqobsiz yurganligi yoki bo'lmasam ayrim mana shu hududlarga chiqqan paytimizda tog' oldi rayonlarimiz, yaylov hududlarimizda 15-20 talab bolachalar, yosh o'smirlar, yoshlar, maktab yoshidagi bolalar 50 ta 100 talab qo'y molni haydab to'p-to'p bo'lib go'yoki hech nima bo'lmayotgan, hech qanaqangi karantin yo'qdaqa o'ynab yurgan holatlar ko'ryapmiz. Bularni qanday qilib, qaysi loqayd ota-ona o'zini farzandini shu ko'chaga chiqarayotganligi, bu karantin qoidalariga mas'uliyatsizlik bilan yondashayotganligiga odam o'ylanib qolasan. Lekin albatta bularga nisbatan choralar ko'rilyapti. Loqaydlik hali hanuz mana shu So'x tumanimizda bartaraf bo'layotgani yo'q. Shuning uchun bola-ku Farhod aka bola bilmasdan chiqishi mumkin. Lekin shu majburan ota-onasi shu mol boqishga haydasa, qonun doirasida qanaqa choralar ko'riladi? Aynan mana shu karantin qoidalar talablarida uydan chiqmaslik. Har bir fuqaro bugungi kunda zarur holatlar, qachonki tibbiyot masalasida ish tushganda yoki oziq-ovqat, shunda ham oziq-ovqatini biz hatto mahallaga borib beryapmiz. Boshqa holatda ko'chaga chiqish mumkin emas. Voyaga yetmagan shaxsni xatti-harakati uchun ota-onasi javob beradi. Demak, farzandi biron bir xatti-harakat huquq qonun talablarini buzyaptimi? Huquq talablarini buzyaptimi? Huquq buzarlik sodir qilyaptimi? Buning uchun ota-ona javobgar. Mana hozir sizga ko'rsatib o'tilgan ma'muriy javobgarlik yoki bo'lmasam jinoiy javobgarlik, bu moddalarda ko'rsatilgan javobgarlik ota-onalarga nisbatan qo'llaniladi. Demak, shu farzandini ko'chaga chiqib, chorva moli bo'ladimi yoki boshqa masala bilan chiqib, biron bir kasallik yuqtirib kelib, oilasiga tarqalishiga sababchi bo'lsa yoki o'sha farzandini kasallanib, oqibatda uni vafot etishigacha olib keladigan bo'lsa, qonunda hozir o'qiganimda qanday javobgarliklar belgilangan bo'lsa, shu loqaydlik qilgan ota-onalarga albatta shu sanksiyalar qo'llanadi. Demak, bu bugun bizga mana shu karantin davrida kerak ekanki, mana tezkor mana shu qonun 26-mart kuni joriy yilda qabul qilindi. Bunga albatta qat'iy rioya etishimiz kerak. Farhod aka, mana shu karantin paytida tumanimizda qonun buzilishlar holati kuzatildimi va ularga qanday chora ko'rildi? Agar kuzatilgan bo'lsa. Juda ham o'rinli savol beryapsiz. Qonun buzilishi juda ham ko'p.
har qadamda har qancha ogohlantirishga qaramasdan yoshlar emas, ko'proq yoshi katta odamlarda shu narsani kuzatyapmiz. Mana shu tuman markazida yuramizmi yoki mahallalar ichkariga kiramizmi, har kuni mana shu maxsus texnikalar yordamida karantin qoidalarini, talablari tushuntirilyapti va odamlarda uyda o'tirish talablari aytib borilyapti. Biroq joylarda yurgan vaqtimizda qadamimizda yosh katta ulug' otaxonlar, onaxonlar, opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz, hattoki farzandlari bilan tashqarida maqsad, nima deydi? Shunchaki aylanish uchun chiqqan yoki qarindoshlikka ketayotgan yoki boshqa oddiy masala bilan go'yoki kundalik hayot bilan yuribdi. Bu talablarga bo'ysunmaslik holatlari. Buning uchun ichki ishlar bo'limlari tomonidan kuniga 50 ta 70 ta holatlarga bo'yicha bayonnomalar tuzib ma'muriy javobgarlikka tortilyapti. Men shuni aytishim mumkinki, Xudoga shukr, shu paytgacha o'lim holati yoki og'ir oqibatlar kelib chiqqani yo'q. Agar kelib chiqadigan bo'lsa, jinoyat ishi qo'zg'atish holatlari bo'lishi mumkin. Jinoyat ishi qo'zg'atamiz, tergov qilamiz, javobgar qilamiz. Qonunda belgilangan mana shu sanksiyalarni qo'llashimiz mumkin. Lekin bugun biz xalqimizga murojaat qilardik, tumanimiz aholisiga shu darajaga bizni olib bormasliklarini. Nimaga? Jazo o'zini yo'lida, lekin qaysidir insonni oilasiga talofat yetkazishi, o'zini farzandiga talofat yetkazishi bu kechirib bo'lmaydigan xato. Jazo bilan ish bitsa mayli, bu jazo bilan. Lekin masala unda emas. Masala inson taqdiri, hayoti, sog'lig'i bilan bog'liq. Bugun butun boshliq dunyoda bo'layotgan bu pandemiyaga yoki bo'lmasa mana shu kasallanishga odamlar befarqlik bilan qaramaslik kerak. Butun boshliq Saudiya Arabistonda, hattoki shu aziz bo'lgan biz uchun Ka'batullohda ham karantin bo'lganligi sababli butun bekitilgan katta-katta masjidlar, boshqa bundan ortiq qanaqangi misollarni ko'rish kerakki, bu aholi o'ziga xulosa chiqarish uchun. Albatta siqtanamizga bu narsani juda o'ylab harakat qilishimizni juda ham so'rab qolardik. Rahmat, hurmatli hokim, hurmatli prokuror, bizni davlat suhbatimizga xush kelibsizlar. Albatta sizlarning guvohliklaringizda bir narsani aytmoqchiman. Mana shu barcha ustozlarga, barcha mana shu tuman rahbarlariga rahmat. Chunki bugun sizlar rahbarligingizda mana bugun tuman rahbarlari bir tanu bir jon bo'lib, mana shu karantin paytida shu xalqimizga qay darajada bir yordamimiz tegsin degan maqsadda hammamiz bir oyoqda turib bir tanu bir jon xizmat qilyapmiz. Faqat hurmatli teletomoshabinlar, sizlardan iltimos, agar muammolar bo'lsa, ba'zi holatlarda bizga qo'ng'iroqlar bo'ladi. Bizda shu beton stalbalarni almashtirish kerak, simyog'ochlarni olib tashlash kerak deb bugun holatni ko'ryapsizlar. Bugun chegaradan o'tish muammolarini ko'ryapsizlar. Ba'zi holatlarda mana shu elektr kabellarini olishi viloyatdan qancha muammoligini bilasizlar. Shuning uchun shu karantin paytida bir shukr qilib, shu o'zimizni farzandlarimizni, oilamizni bir asrab tursakda, mana rahbarlar doim mana televideniyada mana chiqishlar, davra suhbatlari olib boryapmiz. Albatta men yozib boryapman sizlarning savollaringizni. Shu karantin, mana shu kasallik yer yuzidan butunlay yo'q bo'lib ketgandan keyin ba'zi sizlarning muammolaringizni mana rahbarlar, turli sektor rahbarlari bilan birgalikda shu yechimini Xudo xolasa televideniya orqali aytib beramiz degan umiddaman va sizlardan bitta iltimos, shu karantin qoidalariga rioya qilinglar. Sizlar uyda qolinglar, biz sizlar uchun ishdamiz.